Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı musulman bir toğanlar. Sizler menen biz İlim Keni kanalı kayradan Abdulkahhar damla menen jinler turalı mayagöz ulantабыз. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh damla. Bugün görücülerden düşken suro. Көбүнчөсү азыр үйлөрдө bir jinlerdi көрүп калдык. Анан bir сөлөкөттү көрдүк. Анан дагы эшиктерибиз ачылып кетет кээде, идиш аяк түшүп кетет. Же болбосо үйдөн бир нерселерди көрүп атабыз деген сыяктуу үйлөрдү алмаштырсак деле ушундай нерселер болуп атат деген суроолор көп элдин арасында болуп атат го. Ушул нерсе жөнүндө бир түшүндүрмө кененирээк берип кетсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Bu borada Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytadi. Bu turalik hadislar kelgan, bitta emas, balki bir nechta hadislar kelgan. Abu Salaba radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Peygamberimiz aytadi. Jinlar 3 turli bo'ladi deydi. Uchib yuradigan qanotli jinlar degan, ilon ko'rinishdagi, jilan ko'rinishdagi jinlar va tusini almashtiradigan jinlar degan boshqa bir hadisda bo'lsa, it suratidagi qop-qora, yashi ko'zining tepasida ikkita oqi bor qora it ko'rinishdagi jinlar deb payg'ambarimiz shunday hadislarda xabarini bergan. Shu bilan birga jinlarda ham yaratilishiga qarab bularda yashash joylari bor. Masalan, qanotli jinlarda yashash joyi albatta osmonda, havoda, bulutlar orasida. Masalan, suvda yashaydigan jinlar, g'avvos jinlar, dengizda, suvlarda. Endi shu bilan birga har bir uyda yashaydigan jinlar ham bo'ladi. Misol, bu jinlardan boshqa jinlar bor. Bu jinlarning ismi Ammor deyiladi. Ammor jinlar deyiladi. Sahobalardan kelgan asar, sahobalardan kelgan so'z shuni aytadiki, qaysiki bir oila, uy buli, bir xonadon bir uyga ko'chib bormasin, ashi xonadon bilan, ashi uy buli bilan birga, ashi yangi sog'an uyga albatta bir jinlar guruhi, bir jinlar oilasi ashi xonadonga kiradi degan so'z bor. Bu degani har bir odamning uyi jindan xoli emas. Har bir xonadonda jin bo'ladi. Har bir xonadonda jin bo'ladi. Qanday jin? Bo'lib ham bular kelib ketadigan jin emas. Balki ashi uyda yashaydigan jinlar bo'ladi. To'lik ashi uyda yashaydigan jinlar bo'ladi. Bu jinlarda Ammor jinlar deyiladi. Payg'ambarimiz hadislarda aytadi, qaysiki bir odam darvozasidan, eshigidan uyga kiryatib, bismillah deb kiradigan bo'lsa, Allohning ismini aytib, bo'lmasam uyga kirgan aytiladigan duo bor. Shu Allohning ismi bilan uyga kiradigan bo'lsa, tashqaridan shu odamga ilashib kelayotgan jinlar ashi darvozada qoladi, uyga kira olmaydi degan. Endi u degani meni uyimda jin yo'q degan narsa emas. U tashqaridagi jinlar. U uydagi jinlar emas. Tashqarida misol odam qancha ko'p odam, jinlar odamdan ham ko'pda. Xuddiki odamda yomoni bo'lgani singari jinlarda ham juda yomonlari bor. Mana shu odam bilan birga kirib, shuni uyqusini buzsam, shunaqa yuragini qissam, yomon ko'rgizsam, yedirmasam, ichirmasam, uxlasam degan yomon niyatdagi jinlar shu odamga ilashadi. Bismillahirrohmanirrohim deb bismillah bilan bo'lmasa uyga kirib, yashay uyda duosini aytib kiradigan bo'lsa, shu jin qoladi. Ha endi qaysiki bir odam tamag'ashga, kechki ovqatga yoki qaysi bir ovqat bo'lmasa shunga o'tirganda bismillah deb shu narsani yeydigan bo'lsa, ashi uydagi jinlar bo'ldi, bizga bu yerda yotish ham yo'q, ovqat ham yo'qda chiqib ketadi degan hadis bor. Haqiqatda chiqib ketishadi. Lekin ana shu uydagi jinlar emas. U uydagi jinlar ashada qoladi. Uydagi jinlar qolaveradimi? Uydagi jinlar qoladi. Endi qarang. Biz hozircha mavzudan uzoqlashib qoldik. Buni yaxshilab tushuntirishlik uchun Ammor jinlar mana har bir xonadonda bo'ladi deyapmiz. Bu masalan bir odam dom sotib olishi mumkin. Shu domda ham bo'ladi. Endi yangi uy qurib chiqqan bo'lsa, shu uyga ham shu jinlar keladi. U jinlar qayta bo'ladi degan savolga sahobalardan kelgan hadis, gap, asar bular shiftda, burchlarda bo'ladi degan.
patolog burchaklari bo'ladi. Ana shu burchaklarda bular turadi degan. Qachonki ana shu uydagi odamlar choy ichamiz deb dasturxon sog'anda deydi, ana shu burchdagi ammor uy jinlari mana shu dasturxonga tushadi degan. Agarda siz saharlik qiladigan bo'lsangiz, ertamanga saharlik roza tutmoqchi bo'lsangiz, ana jin ham sizni roza tutadi deydi. Ular musulmon jinmichi? Agar shu yerda yaxshi mana yaxshi savol berdingiz. Uydagi odam ular kelganda hammasi shayton, isyonkor, gunohkor, yomon jinlar bo'ladi. Sirtdan kelayotganda hammasi qalpaganda. Ular yomon jin, hattoki uydagi jinlar bular yomon jin bo'ladi. Agar uyda egalari, uy bulosi uyda Qur'on o'qilsa, Qur'on eshitilinsa, bismillahman yeyilsa, amru ma'ruf bo'lsa, yaxshi so'zlar bir-birini yomonlikdan qaytarib, shunaqa namoz o'qiladigan bo'lsa, bir gap bilan uyda cho'rasi islom bilan islom qoyim bo'lsa, islom hukmlari bo'ladigan bo'lsa uyda, ashi uyga yog'ilgan baraka sababli uydagi ammor jinlar ham musulmon bo'ladi. Baraka sababli, Allohning rahmati sababli. U uydagi jinlar musulmonlar bo'lib qolmasdan tashqaridan kelayotgan yomon jinlarni uydagi jinlar ashi uy ahlini qo'rg'aydi. Agar uyda muzika eshitilsa, televizorda seriallar ko'rinib, uyda chekib, uyda ayollar g'iybat qilib, shunaqa bir yomon bir gunoh ishlar bo'ladigan bo'lsa, uydagi ammor jinlar kofirlashib qoladi. Bu kofirlashuvlar qolmasdan, ashi uydagi uy ahli, otasi bo'ladimi, katta otasi bo'ladimi, ayoli, farzandlari kim bo'lsa ham mehmoni bo'ladimi, hattoki ashi odamga qattiq ziyon berish niyatida yuradi. Nima sababdan? Ashi uyda bismillah bo'lmagan, namoz o'qilmagan, Qur'on eshitilmagan, Qur'on qo'yilmagan. Hamma shu gunoh ishlar bo'lganligi uchun uydagi ammorchilar kofirlashib qoladi, hattoki uydagi yosh bolalar bilan ko'proq o'ynashib qoladi. Uydagi narsalar tushib ketishligi, eshik ochilib yopilishligi, birov chaqirganday bo'lishligi, bu mana shu uydagi ammor jinlarning qilayotgan qilig'i bo'ladi. Endi biz buni hammasini to'liq ammor deb ayta olmaymiz. Masalan, boshqa jinlar bo'lishi ham mumkin. Endi bu narsada xossatan mana shu uyga agar Baqara surasi qo'yiladigan bo'lsa, payg'ambarimiz aytadi, qaysiki uyga Baqara surasi qo'yilib, xohlasin o'zi o'qisin bilsa. Ha bo'lmasa mana DVD'lardanmi, disklardanmi qo'ysin. Uyda shu Baqara surasi tilovat qilinadigan bo'lsa, ashi uyga bir kecha kunduz, boshqa hadisda 3 kecha kunduz jin shayton kira olmaydi degan. Tashqaridagi jinlar kira olmaydi, lekin ana shu Baqara sababli yo'g'ilgan baraka, sakinat ash uydagi ammor jinlarni musulmon bo'lishligiga sabab bo'ladi. Musulmon bo'lgandan keyin mana ularga ziyon bermaydi va tashqaridan kelayotgan zulmlarni inshaalloh Allohning iznidan to'sadi. Nimaga? Musulmonning birodaridir. Ash sababdan shunaqa uyda yashaydigan ammor degan jinlar bo'ladi. Uyda bunday Qur'on o'qib, jo'zi yo'q deganda DVDdan, jo'zi internetdan qo'yib berib turish kerak ekanda yo'q deganda. Albatta, DVDdan qo'yib, inakin xossatan bunda agar shar'iy ruqiya degan masalan anaqalarni qorilarni qiroatlari ham chiqqan shar'iy ruqiya degan diskda bunda sajda oyatlari bo'lmaydi. 130 borani qo'yadigan bo'lsa unda sajda oyati bor. Shuning uchun xohlasa bitta Baqarani o'zini qo'ysin. Bo'lmasa sajda oyati bo'lmagan suralarni qo'yish kerak. Bo'lmasa u agar uni ham bilmaydigan bo'lsa, ruqiya oyatlari deb masalan disklar ham chiqqan, internetga ham yozilyapti. Shularni qo'ysa, sajda oyati yo'q shularda. Inshaalloh shunda ham albatta ana shu xonadonga katta foydasi bo'ladi. Burchaklarda bo'ladi o'tasiz. Jinlar. Ana shu burchaklar tozalasa, al jinlarga ziyoni yetmaydi. Ularga yerdan qochishiga sabab bo'ladi mana shu narsa. Bu ammor jinlari aytilyapti asosan burchaklarda bo'ladi deyilyapti, tepada bo'ladi deydi. Bizga o'qilgani kelgan odamlarni ko'pchiligi ashi basiriq bosadi deydi. Shu endi u degani jin bosadi degan. Shunda aytadi, uxlayapsam deydi, bu basiriq bosishligi to'liq uxlaganda emas, uyqu bilan uyg'oq orasida mudrak. Uxlamagan, uyg'oq bo'lib uyg'onmas. Masalan, chaqirsangiz javob bera olmaydi ashpayt, lekin chaqirayotganingizni bilib turadi. Ashtaqa holatda bu jin kelib bosadi. Ko'pchilik aytishadi, shu tepadan tushib kelyapti deydi. Tepadan tushdi deydi, top etib tushdi, eshitdim deydi.
Shu tepadan tushdi, inaki kelib bosdi deydi. Buni uylarda masalan bir odamlar bor, kechqurun o'ta qattiq uyqusida turib yuradi. Masalan o'ziga kelgan mahalda ko'zini ochib o'zini his qilgan mahalda yo molxona tomonda bo'ladi, bo'lmasam qo'shnisinikida, bo'lmasam ko'chada bir o'zi xohlamagan yerda bo'lib qoladi-da, odam qo'rqib ketadi. Bunga sabab ko'p holatlarda mana shu jinlar yetilab ketishga sabab bo'lib qoladi. Bu uyni tozalashligi uchun, bularda agar shunaqa uydagi jinlar haqiqatda kofirlashib qolgan bo'lsa, bularni ketkazishlik uchun dam solingan suv, dam solingan tuz, bo'lsa achchiq tosh deyiladi. Achchiq tosh bo'ladi, keyin sirka, o'qsiz emas, sirka. Shularni dam solib turib, suvga aralashtirib, kechki payt yotishdan oldin yotadigan yeriga, gilamga, polosga shu suv bilan chachib, yoki shu burchlarga bismillah deb urib qo'yiladigan bo'lsa, Allohning izni bilan inshaalloh shu bo'ladi, shu odamda bezovta, uyqusizlik, bo'lmasam gapirishlik, bo'lmasam chiqib tashqariga ketishlik bo'lmaydi. Shu yerlarga chachib qo'yadi. Chachish kerak. Faqat o'qiladi. Dam solib ruqiy oyatlari o'qiladi. Suv, tuz, achchiq tosh, sirka. O'shol emeге suv, tuz, achchiq tosh, ana sirkangizga emeni bundan DVD-dan qo'yib turiblar, o'shaning janna qo'ysa, kolonkani janna qo'ysa o'sholardi. Dem solinadi, solinmaydi o'sholarga. Yo'q, unda dam tushmaydi. Bunda nafqa shart. O'zini shuf deyish kerak. Tuf deganda dem bo'lish kerak. Olimlarimiz shart qiladi. Shu suvni beti qimirlash kerak deydi. Deb biz oyat o'qib tuflaganda g'arlash ana suv shamol bilan. Shamol bilan, shamol bilan og'izdan chiqadi. Chiqqanda ana shu suvni beti qimirlash kerak deyshadi. Shunda shu suvga inshaalloh dam tushadi, sehr oyatlari, jin oyatlari o'qiladi. Inaki mana shu narsani jinni ketishiga sabab bo'ladi. Shunaqa qilib shu uydagi bezovtalik, agar ammor jinlar haqiqatda qattiq kofirlashib, bo'lmasam boshqa bir jinlar shunaqa kechinda kelib uyga o'rnashib olib, qiynayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, qiynayotgan odam bo'lsa, shunda mana shu narsalar bilan uyni tozalab, burchlarga sepib yotadigan bo'lsa, inshaalloh Allohning izni bilan shu jin shaytonlar shu yerdan ketadi.